Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana Peygamberimizge dua salamlar olsun. Hürmetlik muhterem aziz qarindoshlar. Bugün o'tganki darsninki davomini davomlashtiramiz. Yanalam taqdir haqida to'xtalamiz. Bugün to'xtalmoqchi bo'lgan tema taqdir to'g'risidagi to'g'ri bo'lmagan bahona sabablar haqida to'xtalamiz. 4 turlik bahona sabab haqida to'xtalib o'tamiz. Birinci bahane insanın ezip ketişten sebebi Allah'ın takdiri degan bahane hakkında. Allah'ın yaratış iradesi insanların bazısının Müslüman yani bazısının kafir bo'lishini irade qilgan bo'lsa-mu? Biroq Allah'ın şer'i ko'rsatmasi yoki şer'i iradesi insonlarning kafir bo'lishiga rozi bo'lganligini ko'rsatmaydi. Chunki Allah'ın şer'i ko'rsatmasi insonlarning kafir bo'lishiga buyurmaydi. Yoki insonlarning kafir bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Qur'on Karim bu vaqtda "Vala yarda li ibadihil kufra" deydi. Allah bendellerinin kafir olup ketişine razı emas deydi. Yaratışta her xil yaratgan bo'lsa-mu, ammo shariat ko'rsatmasida yoki shariat belgilgan irodasida insonlarning kafir olup ketişine Allah razı emas deydi. Allah'ın iradesi insanlarını her xil qilib yaratışga münasebetlik bir mesele. Yani bir iş Allah'ın iradesi bilen bo'ldi degan vaqtimizda bu Allah'ın yaratışına münasebetlik bir mesele. Allah insanlarını her xil şekilde, her xil fikirde qilib yaratgan. Demek irade yaratışga münasebetlik bir mesele. Ama buyuruş yoki rozi bo'lish shar'iy ko'rsatmaga münasebetlik ayrım bir mesele. Çünkü Allah insanların kafir oluşu buyurmaydı. Ya ki insanların kafir oluşu razı olmaydı. Belki insanların ki kafir oluşudan tosun. Kafir olsanlar ben razı emas deydi. Yukarı ayetinin ki hüküm boyunca. Bu sebepten insanlar hidayet ve azgınlıktan ibaret iki türlük yolunun birisini tanlashda to'liq erkinlik iyi. Hidayet yolunu tanlasım ihtiyarı, azgınlık yolunu tanlasım ihtiyar. Allah insan ihtiyarlıkını berdi. Çünkü insanların asli karakteri, yani insanların yaratılış karakteri qarsak, yaxshilik, yomonlik, paydalık, ziyonlilik, hidayet ve azgınlıkın tan qabul qila oladigan qo'sh bisliq xarakter bilan yaratilgan. Mana bu insonning xarakteri. Qur'on Karim bu vaqtda inna hadaynahu sabila imma shakiran va imma kafura. Biz insonga ikki yo'lni ko'rsatib qo'ydik. To'g'ri yo'l va xato yo'l. Yoki hidayet yo'li yoki azgınlık yo'li. İki yo'lning qaysini tanlash insonningki erkinligiga tanlashiga bog'liq. Bunun asasen insan yaxshilarni qilish ve yomon ishlardan yiroq turish irodasi orqali hidoyatga erishadi. Hidoyatni izlab qolsa, hidoyat topsam bo'ldi desa, yaxshilarni qilsa, yomon ishlardan uzoq tursa hidoyatga erishadi. Çünkü bazı insanlar aklını işiltip Allah tushirib bergan kitoblardan foydalanib yaxshilik ve hidayet yo'liga erishadi. Yani bazı bir qism insanlar haqiqat ve hidayet haqida izlanmaslik, hidayet sadalara quloq solmaslik sebebinden xato yo'lga kirib qilish natijasida ezib ketdi.
Demek insanın hidayet ve hata yolunu tanlash erkinlikning bağlıq doğrusu Kur'an-ı Kerim. فَمَنْ اِحْتَدَى فَاِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. İnsan hidayet tapsa, insan doğru yolunu kubul qilsa, özünün menfaati üçün kubul qilgan bo'ladi. İzdense özgü payda ekil. Eğer bir adam ezip geçse, yani eziş yolunu tanlasa, hata yolunu tanlasa, azgın yolunu tanlasa, özünün zini azgan boladı. Demek bir yerde hidayetini tanlaş, ya azgınlıkını tanlaş, insanın koludur. Yani bir ayette, men amile salihan feli nefsihi. Kim yaxşı qilsa özünün paydası qılır. Özünün menfaati qılır. Ve men asaa fe aleyha. Hata iş qilsa, hata yolda mansa, özünün zini qılmadı. Ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. Perverdigarın insanlar zulüm qılmaydı. Men hidayet yolda mağay dese onu tosip etmeydi. Men yaxşı qılay dese onu çeklemeydi. Allah mihraban zat. Demek Allah insanın özünün öz mesul bo'lishini, insanın takdirin öz belgilishini irade qilgan. Çünkü açqışni insanın özüge tutqazgan. İnsanı aql bergan, erkinlik bergan, kitaplarni tushirib bergan, yo'l ko'rsatkichi payg'ambarlarni avatib bergan. Shuninglar birlikda insonning hidayet topishini, uning harakati, izlanishi, tirishchanligi, qalbin poklishi ve hidayet sebeplari izlanishga bog'liq. Mush ishlarni qilsangiz hidayet topsiz deb buning yo'lini ko'rsatib bergan. Bu to'g'rida insonning amaliy realligini misal oladigan bo'lsak, ya'ni insonda erkinlik bormi yo'qmi? İnsanda hidayet yoki ozg'unlikni tanlash ixtiyorligi bormi yo'qmi deganda, insonning amaliy hayotidan, kundalik hayotidan misal olgan bo'lsak, insonning erkin iroda ekanligi chiqiblam turdi. Chunki inson bir ishda unum qozongan bo'lsa, fazilatni o'ziga nisbatdir. Men onu qilib natija qozondim. Men bunda qilib natija qozondim. Lekin ezib ketib qolsa yoki asi xato bir yo'l kirib qolsa, bu xato yo'l kirib qolishni yoki ezib ketishning mas'uliyatini taqdirga atib qo'ydi. Yoki Allohga atib qo'ydi. Alloh taqdir qilib ekan, shu men ezib ketdim. Nima uchun bunday qiladi? Unum qozonsa, fazilatni o'ziga nisbat bas. Ezib ketib qolsa, uni o'zidan ko'rmay taqdirga atib qo'ysa, bu nima uchun? Yana bir misal alsak, inson rizq tepish yoki pul tepishga o'xshash dunyolikda va foydali ishlarda o'zliksiz tirishadi. Qattiq izdan qanchalik jafo cheksa badal to'lashga rozi bo'ladi. Bu kundalik hayot ko'rinib turadi. Ammo hidayet ve yaxshilikqa o'xshash ishlarda uncha tirishib ketmaydi. Hizmet için izlengende, pul tepish için izlengende, rizq tepish için izlengende, hidayet meselesi de hakikat meselesi uncha tirishib ketmaydi. Onun aksi hata yolda o'zi tanlab turib, ezib ketgan bo'lsa, bu ezib ketishning sababini Allohga nisbat berib qo'ydi. Mas'uliyatini ezib ketishning mas'uliyatini Allohga atib qo'ydi. Buni insafsız deyiş gerek. Emeliyetten bu hakik bir insafsızlık. Yani misaldan bir de alsa, insan kesel bulup kalsa, davalash için bütün kuchun çıkar. Bütün iqtisodin çıkar. Bütün imkanı çıkar. Cismanin davalash için, bedeni davalash. Ama kalbin davalash için, fikrini davalash için, aklını davalash için yoki hidayet ve yaxshilik haqida yozish için bedenini yoki jismini davalash uringanda uncha urinib ketmaydi.
Agar inson badanini davolash urindigandek, qalbini davolashga urindigan bo'lsa, ruhini davolash urindigan bo'lsa, buningdan albatta yaxshi natijalarga erishgan bo'ladi. Demak, mana bu misollar insonlarning erkinligi va irodasining borligini, aqli va his tuyg'u jihatdan his qilib yetganligini ko'rsatib turadi. İnsanların aqli ve his tuyg'usi, amaliy harakati, erkinlik ve ixtiyorlikni tunib yetdimiz, tunib yetdi. Kundalik hayot tatbiqlab o'tamiz, tatbiqlab o'tadi. Demak, insonning ezib ketishining sababi taqdir emas. Allohning uning keyingi natijasini yozib qo'yganlik emas. Yoki Allohning hamma ishni oldin bilganlik sabab emas. Balki insonning aqlini ishlatmaganligi ve hidayet yolda izlenmegenligi onun ezip geçişten sebebi. Çünkü Allah aklını doğru işletmeslik sebebinden ezip ketkenlikni takdirge atıp koygan adamlarını qattiq tanqid qilgan. Öz zamanında mı kapırlar yoki müşrikler ezip ketkenlik sebebini takdirge atıp koyup nima deganisa, "Law sha Allahu ma ashrakna wa la abauna." Eğer Allah irad qilgan bo'lsa, biz ve otobüsümüz ezip ketmeydi. Bizden ezip ketişimizde Allah irade etip ki şunu ezip kettik. Bizden ezişimizden sebebi Allah'dır. Bular bizden ezip ketişige takdirini bahane kılıp gösterdi. Kur'an-ı Kerim ahirde dedi ki, "Kul hal indakum min ilm." Sizlerinin ezip ketişinlerinin takdir sebeplik boğalık bir paket var. Hüccet var. Takdirinler niminin yazılganlığını sizler bildinler mi? Nereden gördün onu? Yalgan gap qilmanglar. Sizlar xiyol qilyapsizlar. Xiyolga ergishyapsizlar, o'shinglarni tepinglar. Bu insonning ezib ketishining sababi Allohning taqdiri degan bahonaga berilgan javob. Ikkinchi, bazı insanlar mening ezib ketishim do'stlarim sababchi deb ezib ketganlikni do'stlarga atib qo'ydi. Bazı kishilar xato ishlarni qilgan bo'lsa, o'zini oqlab, sodir qilgan xatoliklarning mas'uliyatini do'stlarga atib qo'yish orqali mas'uliyatdan qutulmoqchi bo'ldi. Do'stlarim sababchi. Do'stlarim meni ozdirib ketgan. Mas'uliyatni shu ta'sir bo'ldi dedi. O'zini oq qog'ozdek aqlamoqchi bo'ldi. Ama Kur'an-ı Kerim qarasak buni qanday ko'rsatmagan, ya qanday ko'z qarash bayon qilgan qarab boqaylik. Kur'an-ı Kerim qiyomat kunida taqvo kishilardan boshqa insonlarning bir-biriga dushman bo'lganligi, bir-birini tonimaydiganligi, bir-birini e'tirof qilmaydiganligi, bir-birining mas'uliyatini o'z ustiga olmaydiganligini alayida eskartgan. Bu arqılıq bizni taqvo odamlardan va yoki yaxshi odamlardan boshqasini do'st tutib sanmang. Sizning ezib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Sizning ezib ketishingizga sababchi bo'lishi mumkin. Qur'on-i Karim bu to'g'risida al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Qiyomat kunida do'stlar bir-biriga dushman. Bir-birisi taptani qilishadi. Bir-birini ayblashadi. Mening xatolashib ketishimning sababi sen dedi. Mening ezib ketishimning sababi sen de bir-birisini ayblashadi. Muttaqi kishilardan boshqa, taqvo kishilardan boshqa. Taqvo kishilar bir-birini yaxshi ko'rishadi, bir-biri salomlashadi, bir-biri bilan qarindoshlik tuyg'usi bilan yashaydi. Chunki ular bir-birining yaxshilik sabab bo'lgan. Bu oyatga asosan do'st tutgan vaqtda do'stni yaxshi tanlash lozim ekan. Chunki do'stini ya to'g'ri yo'lga boshlab jannatga kirish sabab bo'ladi ekan, yoki xato yo'lga boshlab do'zax kirishiga sabab bo'ladi ekan. Payg'ambarimiz bu haqiqatni alayda bizga eskartib, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum ma yukhalil." İnsan do'stining dini bo'yicha yashaydi dedi. İnsan do'stining dini bo'yicha e'tiqod qiladi dedi. Şunu sizlerden biringlar kim bilan do'stlashishga qarab ish qilsin. Ya'ni inson diyonat jihatda, fikr jihatda, stil jihatda
harakat jihat o'zining do'stidan ta'sirlanib qoladi. Shuni sizlardan biringlar, yaxshi do'st bilan do'stlashdimi yoki xato do'st bilan yoki ozg'un do'st bilan do'stlashdimi, bunga diqqat qilsin deb Alloh ta'kidlagan. Demak, yuqorqi bayonlar bilan birlikda ezib ketishimizning sababini do'stlarimizga atib qo'ysak, qiyomat kunida bu hech narsaga esqatmaydi. Hech qanday e'tiborga ega emas. Chunki Alloh taolo yomon do'stninki insonni ozdirganligini, yaxshi do'stning insonga hidoyat tepishiga, to'g'ri yo'lga sabab bo'lganligini bu dunyoda eskartdi. Muttaqilardan boshqalarga yaqinlashmanglar deb, ezib ketganlardan ogoh bo'linglar deb ogohlantiribdi. Üçüncü mesele, insonning ezib ketishiga ayollar sababchi degan bahona. Bir bölük insonlar insonlarning ezib ketishiga ayollar sababchi deb qaraydi. Ba'zi kishilar baxtsiz bo'lib qolsa yoki ezib ketgan bo'lsa, bu ezib ketishning sababini ayollarga atib qo'ydi. Mush ayolning sababidan azdi. Ayollarning sababidan xato yo'l kirib qoldim. Bu turda kishilar ayollarni hidoyat yo'li to'sqinlik qiladigan inson suratli shayton deb qaraydi. Yaqin davrgacha Yevropada endi qaraladi. Ayollar shayton deb qaraladi. Chunki Tavratning hikoyasi shunday. Chunki ko'plagan kishilar mening hidoyat topolmasligimga yoki mening ezib ketishimga ayollar sababchi degan bu bahonasini aqlash uchun Adem atimizning cheklangan mevani yepseli sababidan jannatdan qo'g'ilib ketishiga sabab bo'lguchi Havo onamiz degan deb qaradi. Ya'ni Adem atimizningki jannatdan chiqarilishiga yoki cheklangan mevani yepselishiga Havo onamizni sabab qilib ko'rsatdi. Halbuki bu voqelik aslini yo'qotgan, sopliqini yo'qotgan Tavratning ishonchsiz bir hikoyasi. Tavratning aslisi bormi? Musa alayhisalom tushgan aslisi bormi? Yo'q. Bu voqelik ishonchlik emas. Nimaga asosan buni yolg'on voqea deymiz? Nimaga asosan Adem alayhisalomningki cheklangan mevani yepsalishiga ayoli Havvo onamiz sababchi bo'lmagan deymiz? Buni Qur'oni Karimning daliliga tayanamiz. Hech qanday o'zgarish yuz bermagan. Muhammad alayhisalomga tushgan peti asli sap holatini saqlab turgan Qur'oni Karimning bayoniga qarab boqaylik. Qur'oni Karimning bayoniga asoslangan vaqtida Odamni ozdirgani Havvo onamiz emas, balki shaytonning vasvasasi edi. Shayton edi. Bu sababdan Odam otimiz cheklangan mevani isida yo'q holda yeb sağın. Bu sababli xatolashgan. Odam otimiz xatolashganligini his qilgan hamon darhol tavba qilib Alloh taraf yangan. Qur'oni Karim bu voqelikni mundaq bayon qiladi. Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma. Biz Adamga Alloh burun shaytonga yaqinlashmaslik, shaytonga aldalmaslik, shaytonning vasvasiga ergishib qolmaslik to'g'risida topilgan. Lekin Adam bizning vasiyatimizni unutib qolgan, izidan chiqarib qo'ygan. Ham bu shaytonning vasvasi oldida mustahkam turamagan. Oyat oxirida "Fawaswasa ilayhi shayton, qala ya Adam hal adulluka ala shajaratil khuld va mulkin la yablad." Shayton Adam vasvas qilib dedi-ki, "Ey Adam, men seni mangulik daraxtga ko'rsatib qo'ymayman. Ya'ni bir tal mevasisan mangu yashaydigan, sening podshohliging tugamaydigan oyindaq bir obi hayot mevasi va men shuni sana deb bermayman. Sen shuni yeb baqsan qandoq degan vaqtida Odam ketib qolgan. Fa vasvasa ilayhi shayton, vasvas qiluvchi Havvo onamiz emas, balki shayton edi. Bu Qur'oni Karimniki aniq dalil. Demak, Odamni ozdirgan Havvo onamiz emas, ya'ni ayol emas, balki shayton. Chunki Havvo onamiz u mevani yegan bo'lsa, Odam otimizga ergishib yeyishib bergan. Ayoli bo'lib sifti bilan erining ko'nglini aygan bo'lsa kerak, yoki u hukmni, Alloh tarafidan tushgan hukmni bilmasi kerak, uni yeyishib bergan. Lekin Havvo onamiz birasiga Odam bo'lsin, boshqasi bo'lsin,
birasiga vasvas qilgan ahvol mavjud emas. Bunga asosan islom e'tiqodida, islom aqidasida insonlarning ezib ketishining sababi ayollar emas. Ayollar erlarga o'xshash mas'uliyat, o'xshash huquqdir. Chunki aqidada o'xshash, ibodatda o'xshash, axloqda o'xshash va o'ziga munosabatlik mas'uliyatda o'xshash. To'rtinchi masala insonning ezib ketishi shayton sababchi degan bahonaga to'xtalamiz. Ba'zi kishilar ezib ketganlikning sababini yoki ezib ketishning butun mas'uliyatini cho'ng shayton iblisga otib qo'yiblar, mas'uliyatdan qutulmoqchi bo'ldi. Meni iblis ozdiribdi. Meni cho'ng shayton ozdiribdi deb mas'uliyatdan qutulmoqchi bo'ldi. Albatta shaytonning jannatdan quvulni sababidan insonlarni to'g'ri yo'ldan ozdirish uchun qasam qilganlik aniq bo'lsa aniq. Qur'oni Karim bu masala aniq qilgan. Shayton jannatdan quvulgan vaqtida men insonlarni cho'qim ozdirman deb qasam qilgan. Bu aniq bo'lsa aniq shaytonni ozdirdigan. Shu shayton odam bolalarini har turli usullar orqali, har turli vasvasalar orqali ozdirish uchun kech kunduz harakat qilganligi shak yo'q. Ammo shaytonning ozdirish usuli nimasi? Faqat vasvasa. Faqat fikr selish. Ammo shayton bir odam zina qilmoqchi bo'lsa, fohishxonaga boshlab borolmaydi. Aroq ichmoqchi bo'lib qolsa, meyxonaga boshlab borolmaydi. Bir odam urishmoqchi bo'lib qolsa, qo'ldan urishib bermaydi. Balki fikr bilan o'ynash. Bu sababdan Qur'oni Karim shaytonning ilm-fikrini kuchlik demagan. Shaytonning ilm-fikri insonning oldida, insonning irodasining oldida ojiz. İnne keyde şeytanı kana zayıfa. İnsanın ilm-fikri, insonning vasvasi, insonning irodasi oldida ojiz. İnsanning irodasi kuchli bo'lgan shayton bu yerda mushukdek pasayib ketadi. Bu sababdan Qur'oni Karim insonlarni shaytondan va shaytonning ilm-fikirlaridan ogohlantirgan. Sizlar qiyomat kuni olgan shayton ozdiribdi ekan. Shayton meni xato yo'l boshlab ketgan deb bana ko'rsatsa bo'lmaydi. Shayton sizlarning oshkor dushmaninglar. Shaytonning yo'liga kirmanglar. Va la tattabi xutuvat shayton innahu lakum aduwwun mubin. Shaytonning yo'liga ergashmanglar. Shaytonning ozdirishiga ergashmanglar. Chunki u sizlarning oshkor dushmaninglar. Maxfiy dushmaninglar va lekin mav shaytonli bo'lgan cho'ng olsa, kichik bo'lsin, har qanday sizlarga dushman deb Qur'oni Karim alayda ogohlantirgan. Buning asosan qiyomat kuni bir inson men uqmay qolibdi ekanman, bilmay qolibdi ekanman deb bahoni ko'rsatmaydi. Yoki xatolashib qolganligini shaytonga otib qo'yib qutulolmaydi. Hamda shaytonning qiyomat kuni o'ziga ergishib mangan insonlarga mas'ul bo'lmaydiganligini Qur'oni Karim alayda eslatgan. Shayton bu dunyoda insonlarning kayniga tortgan bilan, o'ziga ergishishga tashabbus qilgan bilan qiyomat kuni vaqtida mas'uliyatdan qochadi. Men sizlardan javobgar emasman. O'zinglar egari. Men faqat sizlarga kela olsam keldinglar. Men o'z vaqtida sizlarni ozdirman degan. Men sizlarni buziman degan. Meningki gapim aniq. Xato yo'lmansam menga odamsan. Men mas'uliyatga ega emas. O'zingning mas'ul o'zing ko'tar. Men Qur'oni Karim bu vaqtda va ma kana li alaykum min sultan shayton dedi. Mening sizlarni xato yo'l boshlab ketgandek emli kuchim yo'q. Tatib ekka kerak. Xato ishqa so'rab ekkagidek unda kuchim yo'q. Mening qila oladigan narsa an da'utukum. Faqat meni qilsan qandoq, uni qilib baqsan qandoq deb faqat vasvas qilib. Faqat seninki aqling bilan o'ynashiman. Fastajabtum. Men vasvas qilsam o'zingni keldim. Men chiroyli ko'rsatsam xato ishni o'zingni qildim. Fala talumuni va lumu anfusukum. Shu meni ayblamang. Chatoqni menda qo'ymang. Mas'uliyatni menga atib qo'ymang. O'zingdan ko'raman. Men sizni tatib haraqalaga boshlamadim. Men sizni tatib dushmanga ish bilan bo'la oldim. Men sizni tatib haraq iching demedim. Faqat vasvas qildim. Ammo qiyg'uchi ijro qilish o'zing. Qo'lingdan tatgan yerim yo'q. Shunga men bundan mas'ul emasdim. Demak, inson xatolasa, xatoligini shaytonga atib qo'yib, mas'uliyatdan qutulolmaydi. Va oxir da'vona anil hamdulillahi robbil alamin.